Endi muhokamani davomlashtiramiz, hurmatli vatandosh. Bugunchi sizlarga 2020-yil 9-oyning 2-chi kuni. Haftaga chorshanba. Yuqorida ko'rib o'tdinglar. Endilikda biz sizlarga selishtirma. Abzas yoki mazmunga selishtirish bilan muhokama olib boramiz sizlar bilan birga vatandoshlar. İşten avval shundaq askartib qo'yaysanlarga salay, hurmatli vatandoshlar. Men 2018-yili Tayvan sayli sayohat qonuni e'lon qilingandimi? Shu vaqtda men bu 6 turli kafolatnoma va Tayvan munosabatlari qonuni deganni sizlarga tanishtirib so'zlagan edim. Şu vaqtda men his qilgandim, bugun men his qildim. Hozir bu 6 turli kafolatnomaning tarjima shaklimi 6-7 xil bo'lib ketdi vatandosh. Chunki bu yerda tarjima shaklida o'zgarish bo'ladiganlar bo'lsa, demak bu 6 turli kafolatnomaning logikali qurilmasi o'zgarib ketadi. Vaqtida siyosatmi o'zgarib ketgan bo'ladi vatandosh. Men bugün sizlarga elib kelgan buning ichida hozir men sizlarga mundaq so'zladim. Esinglarda bormi? Birinchi, Amerika Tayvanga harbiy qurol yarog' setib berishdi. Jungo bilan maslahatlashmaydi. Bu to'g'ri. Men buni to'g'ri tarjima deb qarayman. Bu ikkinchi bir maqola. Ikkinchi, Tayvanning egilik huquqi masalasida Amerika Qo'shma Shtatlari maydon tutmaydi. O'zivetdi degan gap bu qatim gapni. Bu yerda maydon tutmaydi deganligi yoki Tayvanning mustaqilligini qo'llamaydi yoki Tayvanning mustaqillik e'lon qilishiga qarshi turmaydi. Otandek gap. 16 ta gapdan Uyg'ur vatandoshim hamdaki Amerikalik tuvanda ko'rishlar, qadam-qadam ko'rishlar hozir. Nima deydi? Tayvanning egilik huquqi masalasida Amerika Qo'shma Shtatlari maydon tutmaydi. Bu nihoyat yaxshi tarjima ekan Xitoycha. Ben bunu evvelki makalda ağandım. Endi yana üçüncüsü nima deydi? Tayvanni Jungo bilan suhbat etkizishga abadiy majburlamaydi. Bu mu utandak mesele? Demek Amerika'nın meydanı ochiqlashdi degan gap, aniqlashdi degan gap. Ro'shan aldı endi buni tashabbuskorlik bilan o'tirib qo'ydi degan gap. Bo'lib bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlari meydan tutmaydi. Tayvan meselesida meydan tutmaydi degan gap esingizda ching tursin va hurmatli vatandosh. Endi siz meni qarab turing, ha? Jungoning bayonotchisi Hua Chunyun 9-oyning 1-chi kuni mundaq bayonot e'lon qildi. Bir Jungo prinsipi Amerika-Jungo diplomatik munosabatlarini tiklash va taraqqiy qildirishning siyosat asosi va asosli oldingi shart. Jungo ta'kidlayotgan narsa yoki hukm bir Jungo prinsipi. Amerika ta'kidlayotgan hukm bir Jungo siyosati. Bir Jungo siyosati bilan bir Jungo prinsipi bir-biriga o'xshamaydi. Hukm ma'nosi o'xshamaydi. Uning ko'rsatayotgan mazmun, aloqalar o'xshamaydi vatandosh. Bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarining bir Jungo siyosat o'zgarib turdi degan gap. Hamda Jungoning og'zidagi bir Jungo prinsipi demak prinsiplik narsa o'zgarmaydi dedi. O'zgarmaydi deyilish kerak, shunda qaralish kerak. Shunga Jungo buni bir Jungo prinsipi deb atab oldi degan gap. Yani mayli Jungoning maydoni, mayli kimning maydoni bo'lishidan qat'iy nazar, bir Jungo prinsipi bu demak Jungo o'ttirib qo'ydi, mutlaq o'zgarmaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari dediki bir Jungo siyosatiga o'zgarib turdi. Bugun undaq bo'ladi, attiganlikka, o'g'illikka undaq bo'ladi. Shuning bilan Hua Chunyun bayonoti nima deydi? Tiklash va taraqqiy qildirishning siyosat asosi va asosli oldingi sharti. Amerika ayni chog'da o'z oldiga tuzib olgan Tayvan munosabatlari qonuni atalmish 6 turli kafolat bir Jungo prinsipiga va Jungo Amerika o'rtasida tuzilgan 3 parcha axborotga egar xiloflik qilganlik. Xalqaro munosabatlarning negizlik prinsiplariga xiloflik qilganlik. Jungoning ichki ishlariga qo'pollik bilan aralashganlik. Butunlay xato va qonunsizdir. Inovatsizdir. Jungo hukumati boshlabla bunga qarshi turgan edi.
Bu 9 ayının 1 günü Amerika'nın Tayvan siyaseti doğrultusundaki fikri Devlet Mahkemesi Maun Devlet İşler Katibi tarafından oturup koyulgandayken 9 ayının 1 günü Huaçin'in ilan kılgan bayanat. Endi sizler ma nokta qaranglar vatandaşlar. Amerika'da Demokratlar Partisi, yakını Cumhuriyetçiler Partisi, muş ayının 28-29 gün 4 gün degedek Cumhuriyetçiler Partisi'nin kurultayını ötküzüp programı makul dedi. Şu vaxtda enodun avval Amerika Qo'shma Shtatları Demokratlar Partisi kurultayı ötküzüp programma makul dedi. Mesela Amerika'da Demokratlar Partisi Amerika vaxt 8 ayının 18 günü partiya programması makullap Asya Tinch Okean rayoniga chetishlik kısmında programının Tayvan'ı tilgəlep Demokratlar Partisi'nin Tayvan münasebetleri kanununu icra kılışqa vədə beridiğallığına qaytı şərili. Bu qıtım makullanğan 92 betlik partiya programması da Demokratlar Partisi'nin bir günkü siyaseti çıkarıp taşlandı. Demokratlar Partisi'nin bir günkü siyaseti çıkarıp taşlandı. 2016 yılı Demokratlar Partisi'nin programması şundak bir məzmun var idi. Demek 4 yıldan keyin endi bu programdan bir günkü siyaseti çıkarıp taşlandı deydiğin. Amerika Demokratlar Partisi'nin bu Tayvan doğrusundaki meydanında siyaset meydanında özgürlük oldu. Burunqidek emas. Mesela 2016 yılı programında bahanasını hazır 20 yılı elip taşıldı. Bir günkü siyaseti degan muşu ufqumni bu qatam qurultaydan elip taşıldı. Endi qarayli vatandaşlar 2002 yılı 5. ayda Amerika Qo'shma Shtatlarının yuqori darajalik siyaset erbapları Tayvan meselesinde hujum tavgımında ifoda bildirgan edi. Dikkat vatandaş, siz dikkat qiladigan nuqtalar bor. Prezident Bush mundaq ta'kidlagan şu vaqtda sobiq prezident hozir va sobiq prezident Bush mundaq ta'kidlagan. Amerika bir günkü siyasi ve 3 parça axborotning prinsipida chang turdi. Gapimiz gap. Tayvan mustaqilligini qo'llamaymiz. Tayvan mustaqilchilarini ve Tayvan mustaqilligini xohishini qo'llamaymiz. Sobiq davlat ishlar kotibi Colin Powell ta'kidlab mundaq ko'rsatgan. Bir günkü siyasetide ve 3 parça axborot prinsipida ching turish. Meydanımız özgərmidi. Amerika taraf Tayvan mustaqilligini qo'llamaydi. Diqqat vatandaş, Amerika taraf Tayvan mustaqilligini qo'llamaydi. Tayvan mustaqilligiga qarshi turdi. Bu nokta intayin uçuk degan edi. Tushundingizmi? Yuqorida ko'rdik, navbatdagi Amerikada Demokratlar Partisining siyaset programmasida Tayvan bir günkü bir siyaseti degani chiqarib o'tganligini ko'rdik. Amerika'nın yani şundak Cumhuriyetçiler Partisi'nin sobiq prezidentining 2002 yılı 5. ayda nima deganligini hozir ko'rib o'tdik vatandaş. İntayin oşaka. Siz hazır bu ifoda bildirish bilan 2005 yılı 2002 yılı 5. ayda ifoda bildirish bilan hazır Demokratlar Partisi'nin ifoda bildirishini ko'rdingiz. Shundaqla navbatdagi Oqsaroyda vazifa ijro qilayotgan prezident Trump hukumati va prezident Trump hukumati mansub bo'lgan Cumhuriyetçiler Partisi'nin navbatdagi tashqi ishlar ministeri yoki muavin ministeri darajalik Asya Tinch Okean işleri bu iş yardımcı devlet işler katibi David Stilwell nima dedi? Amerika Tayvan'ın egelik huquqi meselesinde meydan tutmaydı. Seliştirip bilen. Aynı çağdaki 2002 yıllık prezident Bush'ның siyaset o'ttirib qo'yish bilan bugungi prezident Trump hukumatining siyaset o'ttirib qo'yishini ko'rib ekan. Boshda nima deydi? Tayvan mustaqilligini qo'llamaymiz. Gapimiz gap. Tayvan mustaqilchilarini va Tayvan mustaqilligi xohishini qo'llamaymiz. Bu
Cumhuriyetçiler Partisi'nin sabık prezidenti Bush'ның göz karışı, ya siyaset karışı. Növbette nimdeydi baş görüp ettik? Növbette Prezident Trump hükümetinin yukarı derecedeki emeldarı istiyor. Yol dedi ki, Amerika Qo'shma Shtatları Tayvan'ın egelik hukuku meselesi de meydan tutmaydı. Devamını anlayışız vatandaş.